Xayrullo aka, Termolog haqida qisqacha ma'lumot berib bering. Termolog Turkiya Respublikasi ishlab chiqarilayotgan devorlarni ichki va tashqi fasadi uchun ishlatiladigan mahsulot bo'lib, bu mahsulot tashqaridan hisoblaganda issiq va sovuqni o'tkazmaydi. 1200 daraja sovuq va issiqda sinovdan o'tgan mahsulot hisoblanadi. Xususiyatlari o'tda yonmaydi. Hatto benzin sochib yorsangiz ham devorda o'zi yonadi. Aynan o'sha benzin qismi yonadi, lekin o'zi qoladi. O'sha suvga chidamli bo'lgani uchun yongandan keyin hosil bo'lgan qoralarni yoki yillar, oylar davomida changdan hosil bo'lgan dog'larni karcher bilan yuvsangiz bo'laveradigan mahsulot. Eng yaxshi xususiyatlaridan biri devor nafas oladi, ya'ni havo o'tkazadi. Keyin tashqaridagi shovqinni 25 detsibelgacha yopa oladi. Ya'ni 25 detsibel shovqinni o'tkazmaydi. Mana shunaqa xususiyatga ega. Bu mehmonxonalar uchun juda ham muhim. Shaharlarda, olaylik 4 yulduzli, 5 yulduzli mehmonxonalarda devorlarini aynan shu bilan fasadlasa, bu ham shovqinni o'tkazmaydi, ham nima deydi, olovga chidamli bo'lganligi uchun devorlarda o'sha yong'in holatlari kelib chiqmaydi. Demak, ichki remontlar uchun ham ishlatsa bo'lar ekan. Albatta ichkisi bor, tashqisi bor, tomniki bor, keyin ko'l, ya'ni basseynlarga ishlatilishi mumkin bo'lgan turlari bor. Uni tarkibini qisqacha. Tarkibida o'sha bir zamonlar insonlar paydo bo'lmasdan avval hosil bo'lgan Turkiyaning hozirgi o'sha ayrim yerlarida vulqon kraterlari bo'lgan, vulqon otilgan, endi ular hosil bo'lgan lavalar tog'larga aylanib ketgan. Ana o'sha tarkibidan olinadigan eng asosiy 3 ta element bor. Qolgani bugungi kunda hammamizga tanish bo'lgan sement, gips va shu bilan birga marmar qumi bilan aralashmasida aynan mana shu Termolog degan mahsulot paydo bo'ladi. Shundan men shuni xulosa qilyapmanki, o'sha vulqon demak, vulqondan chiqqan chiqindi demak kul ekan, kulni 2 marta yoqib bo'lmaydi-da. Shu narsa xayolga keldi. Shuning uchun, demak, u yonib bo'lgan. Yonib bo'lgan mahsulot. Bizgacha yonib bo'lgan xuddi shu mahsulotni qayta toshga aylangan kulda bu. Toshga aylangan kul. Yana bitta zo'r xususiyati, zavodda misol uchun buyurtma berayotganingizda tarkibiga sement qo'shmasdan bering menga desangiz, sementsiz Termolog chiqarib bersa, uni qishloq xo'jaligi ishlatish mumkin. Misol uchun Afrika davlatlarining ayrim respublikalarida avvallari bir oyda 10 marta yomg'ir yoqqan bo'lsa, hozir bir oyda 1 marta, ko'pi bilan yarim marta yomg'ir yog'yapti-da. Tuproq esa har kuni issiq havo bo'lgani uchun bir kunda qurib qoladi. Termologda sement aralashmasi olib tashalgan, ya'ni sementsiz Termologni olib borib tuproqqa aralashtirib yerga solsa, o'sha bitta yomg'irdan keyin 15-20 kun namlikni birdek ushlab turadi. Demak, bu gapingiz bilan butun O'zbekistonimizni olti ariqqa aylantirib yuborsak bo'lar ekan. Bo'ladi, misol uchun bizda ham yozib mana yog'ingarchilik kuzatilmayapti. Unisiga mana hozir eng katta muammo parniklar. Buni nima deydi boshqacha qilayotganda? Issiqxona. Issiqxonalar. Issiqxonalarga solsangiz, yer tagidagi zax havoni, ya'ni sovuqni ichkariga kirgizmaydi, ichkaridagi issiq havoni yer yutib ketishini oldini oladi. Demak, ichkarida ham namlik, ham issiqlik, olaylik avval bir kunda sovib qolsa, endi 3 kunda sovishi mumkin. Ya'ni 1 kun, 2 kun ko'proq ushlab turadi o'sha darajani. Demak, birinchi fokusni qurilishga qaratib turib, keyin yana endi hozir birinchi fokus e'tiborni qurilishga qaratish kerak, chunki bu qurilish mahsulotlari. Lekin qurilishda paytida ishlatilganda baribir tomadi-ku, toma, endi nima bo'ladi? U bir tuproqqa aylanadi, oyoqdagi. O'shalarni hammasini olib turib yig'ishtirib, uni maydalab turib, o'sha qurilishda oldiga qo'yilgan yashil maydonga olib kelingan tuproq bilan aralashtirib, o'sha yashil maydonga sovorsa, o'sha yashil maydondagi daraxtlarga ham bu qaysidir ma'noda mineral vazifasini ham bajaradi. Ko'pchilik aytadiki, bu mahsulotning narxi qancha deydi. Endi bu mahsulotni bugungi kunda Turkiya Jumhuriyatidan O'zbekistonga olib kelish, transportirovka, ya'ni logistikasi va rastamoshkasi, boshqa mayda-chuyda chiqimlari bilan hisoblaganda bugungi kunda O'zbekistonda olaylik buni 1 kvadrat metri 70 ming, 60 ming, 70 ming so'mga tushadi. 1 kvadrat metri 60-70 ming so'mga tushyapti. Usta puldan tashqari. Endi usta puli har xil joyda har xil. Kimdadir 20 ming, kimdadir 40 mingda. Lekin O'zbekistonda shu narsani hozir xulosa qilib, mutaxassislar, o'sha qurilish sohasiga oid laboratoriya xodimlari aytayaptiki, 1 santimetrdan emas, yarim santimetrdan shu olsa yer devorga. Biz O'zbekiston iqlimida qattiq sovuq yo'q bilasiz. Biz O'zbekiston sharoitida qattiq issiq yo'q bilasiz. Shuni hisobga olib, bizda yarim santimetr qalinlikda ham bu narsani devorga shuvalsa bo'lar ekan. Agar shunday qiladigan bo'lsa, buni 1 kvadrati 30 ming, 40 ming so'mga tushadi. Yana bitta savol tug'iladi. Buni qachongacha Turkiyadan
olib kelib tashish mumkin, uni mahalliylashtirish rejalari ham. Endi biz hozircha tashimachilik bilan shug'ullanyapmiz. Nimagaki bizda hozir zavod qurishga imkoniyatimiz yo'q. Biz o'zidan, ya'ni eskilarda bir gap bor, pichoqqa sopni o'zidan chiqardik deydi. Tutdan toldan qilib, shu o'zimiz pul yig'ib, shu narsani 1-2 yilda shu narsani mahalliylashtirish masalasini o'ylab qo'yganmiz. Lekin qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston Respublikasidagi tadbirkorlar shu bugun kerak bo'lsa, shu narsaga birinchi qadamni qo'yib, bahor oylarigacha ikkala davlatdan bittasida shu mahsulotni ishlab chiqarish taklif beryapti. Sarmoya masalasi ham muammo bo'lgan yo'q. Lekin bu mahsulot o'zimiz yurtimizda chiqsa, bu ham qaysidir ma'noda yurtimizda qurilish mahsulotlari safini kengaytiradi. Qo'shni respublikalarga eksport qilish imkoniyatlarimiz ham bemalol bo'lib qoladi. Endi yana bir masalada hozir agar bu narsani yaxshi aytdingiz, ishlab chiqarish masalasiga urg'u berib, agar bu narsani olaylik Qirg'izdanmi, Qozoqdanmi, O'zbekdanmi ishlab chiqarsak, biz misol uchun logistika sohasidan qutulamiz. Logistika chiqimlaridan qutulsak, bu mahsulotni 1 kvadrati 20 ming so'mga ham tushishi mumkin. Atigi 20 ming so'm tasavvur qilyapsizmi? Bugungi kunda xo'jalik ustalari, travertinchi ustalari aytayapti, eng zo'rlar bilan gaplashganimda. Bir odam hovlisi uchun, travertin qildirish uchun 160 ming so'mgacha pul sarflayapti ekan. Agar yaxshisini qildiraman desa, usta puli bilan 210 ming so'mgacha kvadratiga pul sarflaydi ekan. To'g'ri, 100 ming so'mga ham qildiradiganlar bor. Ular shu bitta to'yda o'ylab olgan, shu to'y o'tgandan keyin devor nima sovib ketsin degan vaj bilan qilyapti. 1 yildan keyin to'kilib ketadi-da, bitta yomg'ir yoki bitta qish ko'rgandan keyin o'ziga namma tortib turib tashlab yuboradi. U 100 ming so'm ham bo'lishi mumkin. Lekin, misol uchun hech bo'lmasa 5 yil xizmat qilsin shu devorim, uyimda devorda tursin shu narsa desa, 160 mingdan 210 ming so'mgacha 1 kvadratga pul sarflayapti. Agar Termologda hozir zavoddan olib kelib shu yerda ishlab chiqarmasdan olib kelib ishlatsak, haligi aytganimdek, usta puli bilan 120 ming, 130 ming so'mgacha boradi. Agar bu yerda ishlab chiqarsak, usta puli bilan 80 ming so'mga tushadi 1 kvadrat. Xo'p, xomashiyoni necha foiz o'zimizdan, necha foiz chetdan keladi? Xomashiyoni asosiy o'shaligi vulqon krateridan olingan elementlar 50% deylik, 50% Turkiyadan keladi, 50% o'zimizda bor. Sement, gips muammo emas bizda. Hatto marmar qumi ham muammo emas. Voha tomonlarda yoki Qirg'izistonda kelishda bir yo'l olib kelish xarajatlari qancha bo'lishidan qat'iy nazar bitta olaylik furani misolida gapiray. Agar bitta konteyner xomashyo olib keladigan bo'lsak, shuni O'zbekistonda o'zimizdagi mahsulotlar bilan aralashtirib chiqaradigan bo'lsak, bitta konteyner mahsulot 20 ta tayyor mahsulot konteyner bo'lib chiqadi. 20 konteyner tayyor mahsulot bo'lib chiqar ekan. Tushunyapsizmi? Biz shuning uchun bugungi kunda o'zimizni ichki bozorimizni ta'minlash uchun, qo'shnilarga eksport qilganimizda narxlar ham barqaror bo'lishi uchun shuni shu yerda ishlab chiqaraylik degan maqsadda bugun investorlarni qidirishga kirishmoqdamiz. Qandaydir bir zavod qurish bugungi kunda kechirasiz, eng arzon zavod 2 million dollarga tushadi O'zbekistonda. Meni bilishimcha. Lekin bu mahsulotni shu yerda ishlab chiqarish uchun rostmana agar texnologiyasini o'zimiz pulimizga sotib olamiz degan bo'lsak, 6-7 million dollarga aylanib ketishi mumkin bu narsa. Lekin bizni o'sha Turkiyadagi qardoshlarimiz shunday taklif berishyaptiki, agar sizlarda zavod uchun sharoit bo'lsa, tayyor joy bo'lsa, ko'rib chiqamiz. Agar bino restavratsiya qilinish kerak bo'lsa, qilinsin. Bo'lmasa, imkoniyati yetarli bo'lsa, o'sha zavodga texnikani biz o'zimiz olib borib, tekinga qo'yib beramiz deyapti. Tekinga qo'yib beramiz. Maqsad nima? O'sha maqsad mahsulot ko'proq ishlab chiqarilsin, narx-navosi arzon bo'lsin va o'sha atrofdagi davlatlarning ichki bozoriga tezroq kirib borib, ko'proq hajmda mahsulot sotaylik degan maqsadda. Ya'ni buni franshizasini bermoqchi bizga. Demak, ozgina istak va ozgina harakat. Ozgina istak va ozgina harakat. Hozir misol uchun tomosha ko'targanlar aytishi mumkin, qancha pul ketishi mumkin? 1 million dollar yo'q. Hozir bizga misol uchun 100 ming, 200 ming dollar pul bilan ishimizni boshlab olishimiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? 100 ming, 200 ming dollar pul bilan biz o'zimizni shu bir necha 10 yillik biznesimizni boshlab olishimiz mumkin. Bu mahsulot chirimaydi, aynimaydi, suvda qolib ketsa buzilmaydi, turaveradi. Lekin bu zavodda yoki omborxonada qolib ketadigan mahsulot emas, Xurshid. Sababi bu mahsulotni qancha ko'p ishlatib, qancha ko'p odamlarga ichiga kirib borgan sayin, odamlar oxir-oqibat shu narsani albatta talab qiladi. Olaylik O'zbekistonga kirib kelgan turdosh mahsulotlar, sement mahsulotlari,
shpaklovkaga ishlatiladigan turli mahsulotlar, shu travertinni o'zi ham O'zbekistonga osonlikcha kirib kelmagan. Yillab kerak bo'lsa, 1 yil do'konlarda yotgan, birov qaramagan bu narsaga. Ustalar olib ishlatgandan keyin, og'zdan og'izga tushgandan keyin bu narsalar bugungi kunda do'kon omborxonalarida uzoq vaqt turmaydigan mahsulotlar turiga aylandi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agarda qandaydir bir ishlab chiqarishga qiziqadigan sarmoyasi bor investorlar bo'lsa, marhamat shu videodan keyin ekranlardagi mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki bo'lmasa Directga murojaat qilsa, biz bajonidil nonimizni bo'lishamiz. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz bitta o'zimiz bo'laylik, biz oyiga 50 ming, 100 ming dollar pul topaylik deb, shuni ham amalga oshira olmasan, shusiz ham qolmaylikda, yaxshisi keling bir 2 ming dollar foyda qilaylik, 3 ming dollar oyiga pul topaylik hozir. Har holda mahsulotni tezroq O'zbekistonga olib kirib, mahalliylashtirib olish. Mana xudo xolasa yaqinda Qozog'istonga ketyapmiz. Qozog'istonda bir qancha qozoq distribyutorlar bilan hamkorlik masalasi ko'rib chiqiladi. Agar ular takliflari bizga ma'qul kelsa, bizning narxlarimiz ularga ma'qul keladigan bo'lsa, bizning mahsulotimiz hali kelib bu yerda ishlab chiqarilmasdan turib Qozog'istonga to'g'ridan to'g'ri Turkiyadan eksport qilish imkoniyatini beradi. Agarda buni biz bu yoqqa olib kelsak, narxlar yana tushadigan bo'lsa, o'z-o'zidan nafaqat O'rta Osiyo, balki Yevropa davlatlariga ham shu yerda o'zidan turib eksport qilsa bo'ladi. Buni ham qalovini topsa, yongan qordek bir imkoniyatini topsa bo'ladi. Shunaqa gaplar.